Birinchi sabab ota-ona. Mana bolamni o'quv markaziga qo'ydim, bo'ldi, o'quv markaz brend o'quv markazi ekan, bo'ldi, kirib ketadi. Yo'q, unaqa narsa emas. Akademiyaga kirgandan keyin qaytib kelganda, ya'ni xuddi mana shunaqa bolalarda ota mahallaga qo'y so'ygan, novoz so'ygan, akademiya o'g'lim kirdi. Poligondan qaytib keldi. U qanaqa bolalar desa, mana shunaqa bolalarda. Mana 2 kun oldin bitta bola keldi kazarmaga. 10-sinf bola. Keldi. Mana hozir bugun oyis telefon qilyapti, o'g'lim yig'layapti. Ansam ketaman dedi. Ya hamma yugurib yurgan paytda sen ben olasan. Mana sizlarga bitta narsa aytaman. 10-sinf ikkita o'quvchim bor. Haligi ikkita o'quvchimni yuqori tashkilot kadrlari talash. Nimaga talash? Ko'p abituriyentlar so'rashadi, harbiy litseylarda o'qish shartmi yoki repetitorda tayyorlanganimiz kerakmi? Qaysi bir afzalroq? Nima tavsiya berasiz?